Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Samsung modellarini flagman variant, ya'ni nisbatan yaxshiroq kачество ishlab beradigan variantlarni ko'rib chiqamiz. Narxlari xudo xolisa $150 dan yo'q xudo xolisa $650 bor. Birinchi ko'rib chiqadigan modelimiz Samsung Galaxy S21 5G 8256 xarakteristikasi shunaqa. Mabodo xarakteristikasi qolib ketgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilsanglar, batafsil tushuntirib beramiz. Xo'p, buni narxi holati yaxshi, ochilmagan, remont bo'lmagan. Obunachilar uchun, kuzatuvchilar uchun YouTubedan keldik desanglar, $160 qilib beriladi. Xo'p, sizlarga kichkina e'lon sifatida aytib o'tib ketaman. Bizni Telegram, Instagram sahifalarimizda Ramazon oyi munosabati bilan har kunlik challenge sifatida bitta telefon, bitta model aksiyaga qo'yiladi. Challenge, ya'ni har kuni qo'yib borilyapti. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, Instagramga, Telegramga. Bu sizlar uchun yaxshi endi ma'lumotlari, xarakteristikalari, narxlari. YouTube'da endi har kunlik video, rasm joylash qiyin ehtimoli. Hatto Telegramda yoki Instagramda postlar kunora har kuni kunora qo'yiladi. Telegramda ko'proq, Instagramda, YouTube'ga nisbatan ko'proq. Endi sizlar uchun bu. Xo'p, obuna bo'lib kuzatinglar. Bu yaxshi biz uchun, sizlar uchun ham ma'lumotlar. Xo'p, ikkinchi modelimiz Note 20 5G. Bu yerdagi hamma model 5G, ya'ni boshida aytib o'tganimdek flagman, ya'ni yaxshi kачестводagi telefonlar. Xo'p, bular narxiga hozir yangi model olaman desangiz, xarakteristikasi bunaqa bo'lmaydi. 1 bularchalik ishlab bera olmaydi. 2 bular bu, ya'ni ishlatilgan, savdo qilib aytganda ishlatilgan, lekin narxiga arziydigan modellar. Sizlar yomon narsa tavsiya qilmaymiz. Xo'p, buni ko'rib o'tamiz. Holati videoga qanaqa kачествоda tushyapti buni bilmadim. Bu holati yaxshi. Kelsanglar bemalol ko'rib, tekshirib, gaplashib ko'rib, hammasi imkoniyat bor. Bemalol kelinglar. Xo'p, bu model ruchkali bo'ladi. Xo'p, qanaqa ko'rinyapti? Ruchkalari bor. 5G 8256 talik. Qobiliyatlari yaxshi. Xullas, besprovодной zaryadga oladi. Ko'p bu modellar hammasi shunaqa. Xo'p, kameralar juda tiniq. Maza qilib ishlatasizlar. Xo'p. 3-model. S21 Plus. Bu modellar juda ko'p so'rashadi. Bu model kam keladi, lekin sotuvi juda tez. 8256 bo'ladi. Xo'p, batareya sig'imi 4,5 ming, ya'ni Redmi daqa yetib beradi degani bu degani. Yaxshi, juda ham yaxshi degani bu degani. 8256 5G. Xo'p, 3-modelimiz. Buni narxini aytib o'tmadim. Bu $235, bu $175. S22 5G model 8256 5G, hammasi 5G aytib o'tganimdek. Xo'p, bu juda ham skromli, iPhone ga tortadigan ishlab chiqarilgan. Qo'lingizda juda skromli turadi. Ya'ni bolalarga, buni qizlarga pushti, pink, oq ranglari ham bor. Assortimentda kelsanglar bemalol. Buni narxini $250 qilib beramiz. Xo'p. O'yin uchun ko'proq telefon so'ragan obunachilarimiz uchun Note 20 Ultra 5G modeli Snapdragon protsessor bo'ladi. 12 ga operatika, 256 talik 5G. Xo'p, PUBG turli xil kuchli o'yinlarda o'ynaydi. Maza o'ynasanglar bo'ladi. Batareya sig'imi 4,5 ming, bu yaxshi. Bu telefon uchun. Xo'p, PUBG da 90 FPS ochadi. 120 Hz. Buning narxini $285 qilib beramiz. Mana $280 qilib beramiz sizlar uchun. Bo'lsa sizlarga bo'lsin. S21 Ultra modeli. Xo'p, shunda bu yoqdan kelamiz. 21 Ultra 5G, 12 ga 256 talik. Holati yaxshi, ideal desa ham bo'ladi. Ayblari yo'q, chunki ochilmagan, remont bo'lmagan. Garantiya kafolatlari bor do'konimizda. Xo'p, qimmatroq modellarga 5 oygacha, обычный modellarga 1 oy, eng kamida 2 oy, 1 oy, 2 oy garantiya beriladi. Biz o'zimiz tovarimizga o'yerimiz. Kelinglar, sotib olinglar, bo'ldi. Kafolati bor. Xo'p, yana obunachilarimizdan, kuzatuvchilarimizdan kelgan ko'p savol bu Samsung modellarini, bugungi temamiz Samsung modeli bo'lgani uchun aytib o'taman. Variantga, ya'ni muddatli to'lovga olsa bo'ladimi, yo'qmi? Olsa bo'ladi. Endi agar olmoqchi bo'lsangiz olsa bo'ladi. Buning uchun sharti bor. Plastik karta bo'lishi kerak, yoki uzundan limit chiqarish kerak. Open Shop turli xil shunaqa programmalar orqali olsa bo'ladi. Hatto обычный bularga iCloud qo'yib bo'lmagani sababi uchun bular variantga chiqmaydi. Atek uzundan olsa bo'ladi. Open Shop shunga o'xshagan turli programmalar orqali chiqarsa bo'ladi. Buning uchun bitta sharti plastigingizda pulaylangan bo'lishi kerak bo'ldi. Xo'p. Qaysi modelda to'xtadik? S22 Ultra da to'xtadik.
Bu ham 12256 5G. Hop, holati ideal. Rangi rozi, ya'ni burg'un rang ham deyiladi. Bu jenskiy rang emas. Bu 22 modeldagi trenddagi rang shu bo'ladi. Ya'ni har bir model ishlab chiqarilganda o'zini bitta rangi trendga chiqadi. Ya'ni o'sha hozirgi 16 Max endi iPhone ga to'xtaladigan bo'lsak, desert rang. Обычный olganda jenskiy hisoblanadi, lekin hozir iPhone da jenskiy emas. Xuddi o'shanga o'xshagan, bu ham jenskiy rang hisoblanmaydi. Agar olsanglar, agar rangi yoqmaydi desa, chexol qo'yib beramiz. Hammasi bor, hamma narsa iloji bor. Xo'p, buni narxini 380 dollar qilib beramiz. Именно o'sha YouTubedan, Instagramdan, Telegramdan keldi deganlarga, обычный ko'chadan kelgan klientlarimizga bular boshqacha narxda sotiladi. Ochig'i. Xo'p, 23 ultra model. Holati ideal, ruchkalari bor. Ko'rsatib o'tishga videomizni xo'p, hajmi kichikroq bo'lishi uchun hammasini ham bunaqa narsa qilayotganimiz yo'q. Mana ruchkalari bor, o'zining rangida hech qanaqa narsa alishmagan, ochilmagan, remont bo'lmagan, holati ideal. Xo'p, 12 ga 256, 12 ga 512 ham bor. Pastda turibdi. Ularni ham ko'rana qilamiz. Xo'p, buni narxini 510 dollar qilib beraman. Beramiz. Xo'p, 24 plus. Bu ham juda skromli ishlab chiqarilgan. Rangi gold. Holati ideal. 12 ga 256 5G. Xo'p, ekrani 120 Hz, juda tez. Umuman qotmaydi, muammo bo'lmaydi. Ko'p yil ancha xizmatinglarni qiladi. Xullas, olsanglar yaqinda keyin almashtirishinglar kerak bo'lmaydi. Hali bu o'zini yangi. Umuman o'z hammasini ham olsanglar vaqtinchalik telefon emas, обычный ko'proq muddatda ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol. Imенно bunga kelsak, bundan keyin atigi hozir bitta model chiqdi xolos. Ya'ni S25 chiqdi. Bu hali yangi model deb hisoblasa bo'ladi. Uni ishlatilgan, lekin hali eskirgani yo'q. Xo'p, buni narxini 490 dollar qilib beramiz. Holati ideal. Xo'p, oxirgi model kelsa 24 ultra. Bu oxirgi degani bu tugadi degani emas. Pastda juda ko'p tovarlarimiz bor. Videoga assortiment uchun qo'yganlarimiz shu. Holati ideal. Qo'limga olib ko'rsataman. Holati ideal, ruchkalari bor. 12 ga 512 talik. Xo'p, ekranlar hech qayerda dog', fon, hech qanaqa narsa yo'q. Ishlatasizlar, olasizlar, maza qilib tutsanglar, baraka topib ishlatasizlar xullas. Yana bitta narsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu narsani ko'paytirgan sababi bu biz uchun kerak. Sizlar uchun ham yaxshi bu narsa. Biz uchun kerak, sizlar uchun ham yaxshi. Bu telefoningiz narxini hop, mayli, sizlar uchun 640 dollar beringlar mayli. Hop, viloyatdagi, ya'ni biz manzilimiz Toshkent shahrida bo'lgani uchun viloyatdagi klientlar uchun, misol uchun telefon olmoqchi bo'lgan insonlar uchun, klientlar uchun nomer bor, telefon qilinglar. O'sha Telegramdan yozamiz, kelishamiz, video tashib beraman, xarakteristikasi hammasi gaplashiladi, to'g'ri kelsa chiqazib beraman. Ya'ni ofitsialli BTS orqali, BTS pochta orqali chiqazib beraman. U hech qanaqa sizlardan pul olinmaydi. Faqat o'sha sizlarning tumaninglardagi ofisgacha tekin, agar uyingizgacha bo'lsa, yog'i pul qo'shiladi. Tekin. Chiqazib beraman, BTS ga borib, telefonni ko'rib, men kelibdi, yoqib ko'rib, tekshirib, ma'qul kelsa, qolgan o'sha pulni, o'sha umuman o'z telefonni pulini tashib berasizlar. Bo'ldi, shu bilan olib chiqib, maza qilib ishlatasizlar. Ya'ni ishonch bo'lishi uchun. Hozir odamlar endi har xil odam bor, birovning haqqi bizga kerak emas. Tem bo'ling Ramazon oyida. Xullas, do'konimizda kutib qolamiz. Agar yo'linglar uzoq bo'lsa, telefon orqali ham hal qilamiz. Ishlarga rivoj, ro'zada charchamanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram, Telegram hammasi bor. Oxirida yana bitta aytib o'taman. YouTube ga video olish bu kunora uzoqroq muddat sarflanadi. To'g'risi, montaj qilinadi, olinadi, boshqa qilinadi, YouTubega joylanadi. Telegram, Instagramga ko'proq post joylanadi, ko'proq assortimentda telefonlar bor. Linkini qoldiraman, obuna bo'lib qo'yinglar, mayli. Salomat bo'linglar.